الله 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 ما لنا مولى سوى الله كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله زحزحي الحجب فقلبي غاب في ظلمة ذنبي نظرة في العمر حسبي تجعل الميت حيا كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Hürmetlik qarindoshlar, biz bugun Sura Niso'ningki 47-oyatiga keldik. Mazmun ilgirki oyatdagiga o'xshash ahli kitob samaviy dinlarga, samaviy kitoblarga o'zini mansub qilgan kishilar ve şunun o'xshagan ahli kitob bo'lish sifatimiz bilan bizmo Qur'onga iymon etgan, islomga mansub bo'lgan bir samaviy dinning mansub bo'lish sifatimiz bilan bugungi oyat mushu xildagi kishilarningki haqiqatni qabul qilmaslikka doir mazmunlar so'zlanib kelayotgan ilgirki darslarda bugungi darslarimizda shuningga o'xshashlar mushu xildagi, ya'ni kitob tushirilgan, kitob sohibi bo'lgan, samaviy dinning mansub bo'lgan kishilarga nisbatan bo'lib bu oyat Yahud Madinadagi Payg'ambar alayhisolamning zamonasidagi Yahudilarga qaratilgan bir shaklda tahdid orqali bularning o'tkazgan jinoyatlaridan keyniga qaytish, to'g'ri yo'lni tepish uchun qanaqadir askartish bir vaqtda qarindoshlar. Va oyatning 5-idilam xitobningki kitob ahliga qaratilganligi, kitob ahlininki boshqa kishilarga o'xshamaydiganligi, farqli bir shaklda davlanishi, farqli bir shaklda muomala qilishi asli bular kelgan haqiqatlarga qarata kerak ekanligini eskertkendek şekilde hitap bilen başlandı. Yani ya eyyuhellezine utul kitabe aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum min qabl an natmisa wujuhan fanaruddaha ala adbariha aw nal'anahum kama la'anna ashabas sabt ve kana emrullahi mef'ula. Ayet nayeti iğir bir şekilde tehdit bilen bir eskertiş, agahlandırış şekildeki ayet. Ayetning mazmuniga kirishdan ilgari qisqacha oddiy şekilde bir tarjima qilib, yani mazmun asosiy mazmunlarga cho'nqur chukashning oldida qalbimizda kichikgina bir oyatning mazmun jihatdagi ramkasi oydinlashsin uchun davatudu Alloh subhanahu va taolo kitob berilgan kishilar, kitob berilgan kishilar sizlarga, biz sizlarga tushagan shu kitobga iymon aytinglar. Bu kitob deydi. Sizlar burundan o'zinglar biz shuning mansublari, biz shuning a'zolari deb kelayotgan dinning, shariatning, kitobning o'zi shu. Shuni tasdiqlab keliglik. Agar bunda qilmagan ahvol ostida o kadar ağır cezayimiz var ki, aş cezasıyla geçişten ilgili sizler iman etmiyorlar. O ceza olsun mu? Sizlerin yüzünlerinin hemini tep düz kılıvertip, yüzünlerini keyni çekke kılıvertip, yani aldı taraftan karısa göz, kaş, burun, ağız degende keşnimi yok. Bunu keyni çekke kılıvertiştin. Ya ki ulağa xuddi sabt, şembe kunde bir vaqa yuz bergan Bani Isroilning ichida, buni sal turib so'zlaymiz. Shu vaqa yuz bergan kishilarga la'nat qilgandek, ularga la'nat qilishdan ilgari darhol qanday qo'yilinglar, iymon aytib olinglar.
bu dinga kirib olinglar. Allohning buyrug'i icra oladigan, haqiqatan da icra oladigan buyruqdir. Ham bu yerda ahli kitobning ahli kitobligini tutib turib, alohida bularga xitob qilishida, chunki osmondan kelgan butun shariatlarningki hammasi asosan o'xshash. Chunki osmondan kelgan samoviy dinlarning hammini avat kuchi, yo'l qo'yg'uchi bir. Qanaqdir bir payg'ambar o'xshamagan bir shariatni kelib, ma'lum vaqt o'tgandan keyin yana bir payg'ambar o'xshamagan bir shariat keladigan ish yo'q. Bütün payg'ambarlar karvoni ta Adem alayhisolamni birinchi payg'ambar deb qarasak shundan ta Muhammad alayhisolamgacha olib kelgan shariatlarningki hammasi o'xshash. Anos farqliq nima u desa, har zaman, har makan, har millat, har rayondagi odatlar yoki shu asrning ba'zi o'zgarish taqozzolari tufaylidan özgürüp turadigan ba'zi ahkamlar, hükümler ve cüz'i meselelerle özgüreydi. Çünkü her devredeki milletninki, şaraitninki, her makan, her zamanninki talep o'xshamaydi. Normal yaşam talebi, kişilerin cüz'iyat, kişilerge münasebetli olan haq talep, bu meseleler o'xshamaydi. Özgürüp turadi, farqlanadi, vasitlar özgürüdü. Bu yerga münasebetlik tarafi özgürüdü fakat. Ama asasi aqida qism, prinsip qism, asasi maqasid, ma taraflar, savab taraflar hammasi o'xshash. Nuh alayhisalom olib kelgan shariat qanday bo'lsa, payg'ambar alayhisalom olib kelgan shariat shu. Dedikki bayatın degenimizde yana tekrar desek, farqlanadigan nima desa, ba'zi ahkamlarninki yo'lga qo'yilishi farqlanadi. İcra oluş şekli farqlanadi. Masalan, Qur'oni Karimninki ahkamlarni yo'lga qo'yish, ijro qilish shakli tedricilik bir shaklga, bir uslubga tayangan. Haroq masalalarini so'zlab o'tdik, haroqning harom qilinishini, jazonining harom qilinish vositalariga qarab, shakliga qarab baqsak, buni bilib olamiz. Xuddi biz bir tamaki chekadigan odamni tamaki chekishni cheklagan vaqtimizda buningga proqlam chekmaysan desak, odat ilinib ketgan bo'lg'achqa balkim rad qilishga o'xshashimiz mumkin yoki u odam cheklanmasligi mumkin, o'zini cheklayolmasligi mumkin. Shuning bilan biz unga kunda 10 qop tomoq cheksiniz, 5 ga az qoldiring. 5 ga az qolgandan keyin 3 ni cheking imkon bor. 3 ga kelgandan keyin 2 ga chek. Endi chekmaydigan holatga chekmasa bo'ladi. Yoki kunduzi asos ish o'rinlaringizni chekmang. Damaga vaqtingizni cheking degandek, vaqt so'zish degandek bir vositalar bilan vaqtga bo'lib, sharoitga bo'lib, odatlantirish shaklda icra qilinadigan ahkamlar bor. Bu jihatda farqlanadi. Farqi tabii inson o'xshamaydi. Inson har xil yaratildi, har xil sharoit yaratildi. Tabiiyki insonning talabiga Allah subhanahu va taolo zid keladigan ishlarni avatmaydi. Shunga har shariat o'z zamonasidagi sharoitga qarab turib hukm ahkamlarni belgilaydi. Bu farq bu. Ammo asosiy qismda faqat nima yo'q, farq yo'q. Biz mushu yakuniga kelganimizda takror ahli kitobga qaytamiz. Sizlar da'vo qilayotgan, o'zingizni shunga mansub qilayotgan shu din, shu shariat, shu kitob, shu payg'ambar, biz bugun sizlarni iymon aytinglar degan dinning o'zi shu. O payg'ambarning epkagini bilan bu payg'ambarning epkagini ayni o'zi shu. Sizlar bizni uning mansubiyati deb qarayotgan qulonlardagi kitobning o'zgarilmagan Alloh tarafidan tushirilgan shakli ayni bugun kundagi Qur'onning o'zi shu. Doğandakin bir talashqidek nima bor? Bu dinni sizlar rad qilgudek qanchalik farq bor? Oyat iliqdi ya, musaddiqan lima ma'akum. O'xshash. Qur'on sizlardagi Tavrotni e'tirof qiladi, tasdiqlaydi. Bu shariat, islom shariati, sizlar biz uning mansubiyati deb qarayotgan shu dinning shariatini qana qilib tasdiqlaydi. O'xshash tursa. Masala piyoda rad qilgudek masala yo'q yani. Sizlar yo'q farqimiz bor ekan, degudek ish yo'q. Hammasi o'xshash, aqida prinsipida tamoman o'xshash. Yani bu yerda
bu oyat orqali ahli kitobga ig'ir darajada noiti bir paketdan birini o'tirib qo'yadi. Biz sizlarni ishlaydigan bu din sizlar faqat bilmaydigan, anglamagan, ko'rmagan narsa emas. Shu sizlar ishilib kelayotgan dinning o'zi shu. Faqat yangi bir payg'ambar keldi. Payg'ambar avatish Allohning qonuni edi. Ana ishonmagandek nima bor? Masala bu qadar iniq bo'lgan ekan, endi buningga yana qarshi chiqqan ahvol ostida, iymon aytmagan ahvol ostida bahonasi tugisimi, yana bu yo'lga kirmagan ahvol ostida Alloh subhanahu va taolo ig'ir darajada bularga jazolash bilan bularga tahdid qo'yib deyotdiki, min qabli biz shunda bir qilib qolamizki, shunda ish qilishimizdan ilgari siz iymon aytavering. Qana qilamiz? Yüzlerinin hemmini tüp-tüz kıvatımız. Yani qarıqmaqqa, chiroyingga qarıgan adam qishing nerede, ko'zing nerede, buningni ig'zing nerede bilinmaydigan tüp-tüz. Xuddi qo'saqning tirisiga o'xshash tuzlan qıvatımız yuzinglarni keynichakka qilib qo'yamiz deydi. Yoki shanba kundagi hiliqi vaqa va sizlar buni bilasizlar. Shu vaqadagi jinoyat o'tkazganlarga la'nat qilganimizdek, bularga sizlarga la'nat qilamiz. Allohning buyrug'i icra kılınıdı. Bir ayet Allah subhanahu wa ta'ala bulağa aldıranglar. Aldıranglar da bir hitap kıvatıdı. Aldıranglar. Ama şu ayetteki yüz meselesi, biz hazır meseleki tercüme kığa vaktinde ya güçendürge vaktinde yüzünün tüzülünüp getişi ve keynice kuyuş şekilde güçendürdüm. Adette Kur'an-ı Kerim'de el-vecih yüzünü ifadelavatkan söz iki xil manada ifadelandı. Birisi bizden şu biz normalde yüzde bilayotgan yüzümüz, yana birisi kishi qarab mangan liniya, yo'linish, taraf, niyat, maqsadni Qur'oni Karimda yüz deb ifodalaydi. Masalan, yawma tabyaddu wujuhun Sura Al-Imronning 106-oyat. Bu vaqtda yüz ma'nosi bor. Sura Baqaraning 112-oyatida bala man aslama wajhahu lillahda niyat, maqsad, yo'linish, yo'l, tanlagan yo'li degandek ma'nada qanaqliqlik, qo'lliqlik. Hozirgi biz bugun o'qiyotgan tuzluvitimiz, keynigi qivatimiz ifodasini ikki xil ma'noga olsak bo'ladi. Ya'ni birinchi xil ma'noga vaqtda bayat maslagiy deb bergandek, yuzinglarni tuzluvitib qarg'an odamga sizlarning yuzingni ko'rmay, xuddi qo'saq tirisiga o'xshash tap-tuz ko'rinadigan bir holatga kelib qo'yamiz, yuzingni keyin chiqib qo'yamiz. Bu birinchi xil ma'no asosida qanaqlangan ifodalangan ma'no. Agar ikkinchi xil ma'noni bu yerga solsak, ilgirki oyatlarimizda ahli kitobningki yo'l tanlashda, nishon tanlashda hidoyatni tashlab qo'yib, zalolatni tanlaganligidan iborat bir ahvollatılg'ilindi ya, sizlarni maqsadinglarga yetkazmaymiz ifodasi bu yerdan chiqishi mumkin. Ya'ni sizlar maqsadinglar Payg'ambar alayhisolamga kishilarni agishdan to'sishqo, hidoyatni qo'yib qo'yib, zalolatni taldinglarga biz bu maqsadinglarga qat'iy qanday qilmaymiz, sizlarni yetkazmaymiz degan bir shakldagi nima tahdid bu. Ikki xil ma'no bu yerga mos keladi qarindoshlar. Anikin biz mushu oyatga munosabatlik ba'zi voqealiklarni eslab chiqsak, Abdullah ibn Salam Madinadagi Yahudilarning ichidagi ko'zga ko'ringan birisi. Bu musulmon bo'ldi. Musulmon bo'lib Rasulullohning qishig'i kelgan vaqtida yuzini qo'li bilan tutib turib, mushu oyatni anglagan vaqtida, "Ya Rasululloh, vallahi Alloh bilan qasamki, men musulmon bo'lishdan ilgari ma yuzimning tuzilinib, tuzib ketishidan qanday qildim? Qo'rqyapman" ifodasini qanday qildi Rasulullohning oldida deydi. Undan boshqa Umar radhiyallohu anhuning vaqtida Ka'bul Ahbar, bu mu Yahudilarning xil yuzlik cho'nglarning birisi. Burun bu oyatni anglamagan, mush oyatni anglagan vaqtida Umar radhiyallohu anhuning qishig'iga qo'li bilan yuzini tutib turib bordi-da, nayt bir xil qo'qqan bir shaklda islomini qana qilib, e'lon qilib, bu ishkilasi nima desa, insofliq Yahudilarninki mandaq tahdidlarni ko'rgan vaqtida tahdidni haqiqiy tushunadiganligi, buning agar shunday bo'lmaganda ijro qilinadiganligini va bo'lgan jazmiyatini qana qildi ifodalaydi qarindoshlar. Lekin ba'zilar bizga deyishi mumkin. Tamam, bu ishkisi qo'rqib ashta qilibdi. Unda qilmagan Yahudilarning yuzi hajab unda olib ketmadi deyishi mumkin. Oyatga to'liq qaraganimizda oyatda
ikki xil jazo bor. Birisi ya yuzini o şekilde o'zgartirib o'tish orqali jazolash yoki la'nat qilish. Oyatning oxiriga takror qilib boqaylik qarindoshlar. Aw nal'anahum yoki ularga nal'anahu, ya'ni ularga la'nat qilamiz deydi. La'nat qilish ifodasi qo'llanilgan. Agar anda olmagan taqdirda manda shaklda qanday qilinadi? La'nat qilinadi. Hamda mushu Abdullah ibn Salamning rivoyatini biroz kengri so'zlab berishni to'g'ri topdim, chunki munosabatlik masalalar bor. Abdullah ibn Salam Madinada Rasulullahning kelganligini anglagan vaqtda Rasulullahning qishig'iga kelib Rasulullahning yuziga qaradi. Inson bu odamlar shunday bo'ladi. Masalan, tashuraydi, aniqlaydi. Agar masalani oydinlashgan vaqtda to'g'risini qiladi. O'zi to'g'ri deb his qilganda qiladi. Rasululloh qaraganida Rasulullahning chiroyidan hech bir kazzobdek ahvol yo'q, payg'ambarlikni da'vo qiladigan. Shuning bilan o'yinish orqali zodi kutayotgan payg'ambarning mush ekanligiga jazm qiladi qildi deydi-ki, men sizdan 3 ish to'g'riliq so'rayman. Buni faqat payg'ambar biladi. Birisi qiyomatning tunji alomati nima? Jannat ahli yeydigan tunji tomoq nima? Bala qanday ahvol ostida dadasini tatidi, qanday ahvol ostida onasini tatidi. Rasululloh deydi-ki, qiyomatning tunji alomatlaridan birisi bir o't deydi. Kishilarni mashriqdan mag'ribga haydab mangdi, hajr qilib mangdi. Bu tunjisi. Ikkinchisi, jannat ahlining tunji tomoqi biliqning jigirininki efqog'ini, ya'ni ortiqi. Uchinchisi, bala agar dadining suyi ilgiri kelsa, dadaga tatidi, onaning suyi ilgiri kelsa, onaga tatidi. Buni hozirgi bugungi doktorlik ilmidimi? XY shaklda balaninki dadasi yoki onasiga tatish meseleleri ortaga qo'yilag'liq. Rasululloh mana javob bergandan keyin dediki, guvohlik bermanki, sizlar haqiqatan Allohning payg'ambarlarisizlar. Deb dedi, ya Rasululloh. Yahudlar tuhmat qo'rqaq. Agar mening musulmon bo'lganligimni bilsa, meni qorlab o'tidi. Shunga musulmon bo'lganligimni bilishdan ilgari ulardan bir so'rab baqsa degandek Rasulullohga bir talab, o'tinish qo'y. Yahudlar keldi, payg'ambar Yahudlardan Abdullah aramada qandaroq edi. Bu o kadar güzel guvohlik berdiki, aramizdagi muhtaram, hurmatli efendi kishimiz. Dadasi mı yaxshi ashta muhtaram, hurmatli sazovor kishidi. Ma şekilde guvohlik berdi. Ondan keyin Abdullah chiqib nima dedi? Men musulmon bo'ldim ba'zi rivoyatlarda. Abdullah musulmon bo'lsa, nima deysizlar deb Rasulullohning so'rag'an bir. Degandan keyin darhol bular nimani o'zgartdi? Yo'lini o'zgartib bular. Xudoyim panoh versin. Bu degan eng yomon odam, aramizdagi eng yomon odamning bolasi deb bir muncha ayb nuqsonlarini Rasulullohning oldida qo'ydi bular. Shu vaqtda Abdullah dediki, ya Rasululloh, mening qo'rqdig'im bu. Mening qo'rqdig'im bu, ya'ni bularning tuhmat xo'rligi ma şekilde. Şunlaşqa Abdullah Sa'd ibn Abi Waqqasning bunda bir rivoyati va Payg'ambar alayhisolatu vasallamdan deydi. Men bir mengvatgan kishini jannat ahli deb guvohlik berganini anglab boqmagan, illaki Abdullah ibn Salam guvohlik berganini qanaq boqqan, anglab boqqan. Hatto Abdullah ibn Salam haqida Sura Ahqafning 15-oyati, 10-oyati, "Qul ara'aytum in kana min 'indillahi wa kafartum bihi wa shahida shahidun min bani Israil ala mislih" degan oyatlar Abdullah ibn Salam haqida qanaq qilgan, tushgan degan bir shakldagi oyatlar bor. Yani ahli kitobning ahvoli bu, ahli kitobningki xarakterining darajasi bu. Shunlashqa oyatda o qadar tahdid qilyapti. Ya'ni min qabl an natmisa wujuhan fanaruddaha ala adbariha. Yuzlarini tuzlab o'tishdim. Keyniga qilib qo'yishdim degan bir shaklda. Buning haqiqatini tushunganlar, xuddi bayatni degandek Abdullah ibn Salamga o'xshash, Kabul Ahbarga o'xshash, ya Rasulullohning qashqirib o'zining ashta masalasini bayon qiladi, oyatga qarata inkosni bayon qiladi. Umar radhiyallohu anhu qashqirib yana birisi. Ana bu xil shakldagi mushu ahli kitobningki
ahli kitob turib, ahli kitob o'qishga bular avval masalani bular qabul qilish kerakda asli masalan. Ammo qarshi chiqqanlarningki, rad qilganlarning avval o'qishga bularga ma'noga o'xshash tahdidlar, ma'oyatga o'xshash tahdidlar. Qur'onning boshqa oyatlaridami nayt ko'p. Masalan, xatamallohu ala qulubihim Sura Baqaraning 7-oyati. Ularning qalbiga Alloh pechat salayotgan. Endi bir oyatda Sura Baqaraning 10-oyatida fi qulubihim maradun fazadahumullohu marada. Ularning qalbida kasal va Alloh kasalni taxmiz ziyoda qiladi. Bu ilohiy adolat. Chunki Alloh sen iymon yo'lini tanlasang, biz davomli ta'kidlab qo'yamiz. Bizga ixtiyorlik birliklik, insonning ixtiyorlik huquqi va iymon yo'lini tanlash, kufr yo'lini tanlash. Iymon yo'lini tanlasa Alloh uning yordam berib, bağan sıra yolları kolaylıklaşıdı imanға nisbeten. Küfür yolunu tanladı mı Allah bunun yolunu açıp durdu bu tarafka mağsan mağnab. Çünkü insanda ihtiyarlık var mı? Şunun aşkımaya da bula anlamaslıkka tirişti, kubul kılmaslık tirişvedi. Khatamallahu ala kulubihim. Kalbi gıpıca salavatı. Fi kulubihim maradun. Kalbide kisel var. Yani bula kisel yolunu tanladı. Allah bunun kesilini tekimi kanak kıldı, ziyada kıldı. Manın okşaş ifadeler Kur'an-ı Kerim'in ayeti. Bugünkü ayette mi? İğir təhdidin birisi var. Yüzünün özgürüp ketişi, keyni çok ketişidin mu iğir təhdidin birisi var ki ev nel'anahum ulağa lanet qılımızdı. Yani ki kalbiga peçe selivetiş, kalbide kesel var, kesilini təximiz ziyada qilish. Bunun hemmisi lanet qılımız bilen bir ma'nodagi gaplar. Yani ularni rahmetimizden, iman sahayimizden qana qilimiz, qo'g'laymiz deydi. İman sahayimizden qo'g'laymiz deydi. Xuddi shanba vaqasidagi kishilarga la'nat qilgandek. Alloh subhanahu va taolo Yahudlarga xitob qilyapti bu oyatda. Yahudlar o'zining burun nima ish qilib qo'yganligini, nima jinoyat o'tkazganligini va shu jinoyat tufaylidan la'natga uchraganligini bildilar. Allah ularni nima uchun qo'g'laydi, nima uchun halok qiladi, nima uchun la'nat qiladi, nima uchun ularga katta azob hozirlaydi, azoblaydi. Buning hammasini pika bo'lmaganligini, bularning o'tkazgan bir jinoyatining borligini, shu jinoyat tufaylidan bo'layotganligini Yahudlar biladi. Shanba vaqasi Yahudlarning hammasiga tunishliq vaqa. Qur'oni Karimda shanba vaqasini Payg'ambar alayhisolatu vasallamga Allah subhanahu va taolo oyatlarda qana qilgan, bayon qilgan. Ama o qissaga kirishdan ilgari shu qo'g'lash masalasi. Biz masalani oydinlashtirish uchun tabii o'qishdanmaymiz. Allohning o'qishi yo'q. Valillahil masalul a'la. Oydinlashtirish uchun desak, qo'g'lash, masalan, balamiz xapsasa pek tinchlantiramisak, o'yini qo'g'lab chiqaramiz vaqtincha. Ya o'zimizning o'jizini qo'g'lab chiqaramiz. Eskilik qilgan, favqulodda eskilik qilib, mahallada yuzimizni qo'ymagan, bizni yaşayamaydigan darajaga olib qolgan bo'lgan, hatto mahalladan qo'g'latishimiz mumkin. Bu yerda bir qo'g'lug'uchi va qo'g'lang'uchi va qo'g'lanadigan taraf bor. Va undan boshqa shu qo'g'lanishga sabab bo'ladigan bir ish bor. Muhimi shu. Shanba vaqasida o'tkazgan bir jinoyat bo'tdi. Shu tufayli la'natga uchragan. Sizlarningmi ma imonga kiringlar, ma yo'l o'xshash sizlarning yo'linglar davatgan chaqiriq ovoz qo'shmaslikning o'zi bir jinoyat bo'lmasa azobga, jazoga hozirlaninglar. Mushu shanba vaqasida savoqdoshlar, qarindoshlar, Qur'oni Karimda arabcha ismi bilan atilganlik yawmas sabt shaklida. Normalda bizning mayli Uyg'ur tilida olsun, boshqa tillarda olsun, kun ismlari sonlan ifodalanadi. Masalan, yakshanbani birinchi kun deb hisoblaydi. Arabcha hafta sonlar, hafta ismlarida bizninkida shu. Bizning hamda Parisdan kirgan bo'lg'achqa biz ma'nosini tam anglamasligimiz mumkin. Yakshanbadagi yakbir, dushanba 2, seshanba 3, chorshanba 4, payshanba 5. Haftaning birinchi kunidan 5-chi kunigacha mana shaklda son qo'yilgan. Parischa. Uyg'urcha nomi asli Parisdan kirgan. Andikin juma bilan shanbaga son ismi emas, ayrim bir ism bor. Jumaning juma, shanbaning shanba. Arabchada shu. Yakshanbadan payshanbagacha kunlarga son qo'yilganlik.
Arapçada birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün xuddi bizning Uyg'urchadagi farscha so'zga o'xshash. Ammo juma bilan shanbaga nima qo'yliqliq? Ikki ism qo'yliqliq sondan boshqa. Jumaga shu kunlikdagi alohida ahvol bo'lgan, hamma odam yig'ilib juma o'qiydigan, to'planadigan bir voqelik asosida ism qo'yliqliq juma. Shanbaga o'sha yahudlarda yuz bergan heliqi masalani asos qilib turib shu voqelik asosida ism qo'yliqliq. Shanbaning Uyg'urchada u ma'no chiqmaydi, ammo arabchada sabt asl lug'at ma'noda harakatsiz kun degan gap. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا. Sura Ammada, Sura Naba'da uyqunlarni sizlarga rahat aram oladigan, sukun, jim turadigan, harakat qilmaydigan vaqt qildik degan shakldagilik sabt lug'at ma'noda harakatsiz kun. Bu nima ish desa, Qur'oni Karimda payg'ambar alayhisolatu vasallamga bu masalani Alloh subhanahu va taolo menda bayon qiladi. Sura Arabningki 163-164-oyatlarida وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. Peygamber Aleyhisselam'a hitap qildi Allah subhanahu wa taala. Ulardan so'g'in. Deniz yaqasidagi haliqi avato'g'an shahar haqida, dengizga yaqin haliqi shahar haqidagi, haliqi kanatdagi kishilar haqida so'g'in. Bular shanba kunusida ularga belgilangan hükümdün, haddin davamlı qanaqda eşib ketdi. Çünkü buluğa imtihan şekilde biliqlar shanba kiletdi. Aşu kimideklam yelkenlerini götürüp kelgan kimideklam aşkara kiletdi. Shanbadan boshqa kunlikda kelmaydi. Ana aşununga o'xshash biz ularni shu yo'ldan chiqqanligi, fasiqligiga tufaylidan imtihon qilamiz deydi. Ya'ni bu vaqa Yahudlar inkor qilmaydigan bir vaqa. Yahudlar inkor qilmaydigan bir vaqa. Bu vaqaning tafsiloti ma shaklda qarindoshlar. Endi Alloh subhanahu va taolo bir ishni harom qilganida bir millatga davomli o ish ziyonli qo'yganlik shular harom qilmaydi. Hozircha yana bizning Allohu a'lam 3 sabab tufaylidan harom qiladi. Birisi shu millat yoki shu xalq yoki shu qavm eg'ir xatolik o'tkazdi. Bunun jazo sifatida bir ish harom qilinadi. Xuddi Qur'oni Karimda "Fabi zulmi minallazina hadu harramna alayhim tayyibat muhillat lahum." Qarama oyatda ularga halol bo'lgan pak tayyibat degani asli halol pak narsalarni zulm tufaylidan, uning zulm qilganlik tufaylidan harom qildik deydi. Bu tufaylidan harom qiladi. Jazo sifatida. Ikkinchidan xolis imtihon sinoq sifatida qana qilinadi, harom qilinadi. Üçüncüsü, gerçi o narsaning ziyonli olmasimi, foydali olmasimi imtihon. Üçüncüsü ziyonliq qilsa zarar bo'lganlik uchun harom qilinadigan gap. Endi bularning shanba kunlikdagi masalasimi? Shanba kunlikdagi masalasimi? Ashta imtihon, sinoq masalasi. Oyatning oxirisida "Kadalika nabluhum bima kanu yafsuqun." Imtihon qildik, sinoq qildik deydi. Chunki Alloh subhanahu va taolo bandalarning o'ziga betaraflama ibodat qilishni xohlamaydi. Betaraflama itoat qilish, betaraflama degan nima desa, iymon etganlik uchun, men bir musulmon bo'lganligim uchun har doim Alloh menga berish kerak. Tijorat qilsam tijoratimga qilishim kerak, ishlarim o'ng kelish kerak, faqat ta'til kelmaslik kerak. Alloh menga zodi har doim tilgini berish kerak, chunki men musulmon. Ma shaklda ulab qolsa Alloh uni xohlamaydi. Biz Alloh basimo, Allohga ibodat qilamiz, Allohni suyamiz. Alloh bamisimo bunun da bir hikmet var deb turib qanoat qilamiz. Bu Allohning bizni talab qildigini. Ammo kishilar unda emas. Alloh dal mushu nuqtadan imtihon qiladi. Sura Hajningki 11-oyatida nima deydi Alloh? "Va minan nasi man ya'budulloh ala harfin." Allohga betaraflama ibodat qiladi. Ya'ni Alloh ba'sa, o banda, go'zal banda, yaxshi banda, bermagandan keyin uning qopqi turiladi. O qarshi qo'pib deganimiz, ya'ni isyon qiladi yani. Nimishqa unda qiladi? Nimishqa man keladi bu xopiliq degandek shaklda. Oyatning oxirisida mushuni tafsiriy so'zlaydi, mushu hozirgi sura Hajning oxirisida muxil shakldagi kishilarning ahvolini. Deydi, agar yaxshilik yetsa, nihoyat xotirjam, rahat. Agar shunda bir yomonlik yetsa, ta'turlam o'rildi deydi. Bunda adam Alloh subhanahu va taolo xasirat dunya val oxirat. Dunyo oxirat ziyon tortadi bu.
Zalika huvel husranul mubin. En uçuk aşkara ziyan bu da vatıdı Kur'an'da. Yani Allah subhanahu wa ta'ala bendilerden her halda. Hoşallıktımı, g'amkinlikdimi, paravallıktımı, xapılıktımı, yengildimi, eğirdimi her halatda Allah'a bir xil ibadat qilishni talab qiladi va shuni yaxshi ko'radi Allah subhanahu wa ta'ala. Qalbimizdan suyishni, bir narsaga bog'langan shakldagi suyish, bog'langan shakldagi ibodat emas. Endi mush nuqtadan Allah bandlarini pat sinab turadi, imtihon qilib turadi. Ashta musibatlar yoki cheklamalar orqali bizni qana qiladi, ibtilo, ya'ni imtihon qiladi. Yahudlarninki shanba masalasi dal shunday masala. Yahudlarninki shanba masalasi dal shunday masala. Allah subhanahu wa ta'ala bularni shanba kunlikni biliq tutmaysa dedi. O shanba kunlikni biliq tutmaysa deb qo'yib, shanba boshqa kunlarga o'xshash bo'lib qolsa, masala oddiyroq bo'lib qoladi. Odatdagi masala bo'ldi. Ammo masala o'xshamaydi. Allah bularning qalbidagi eng saf, eng pokiz birlarini ayirish uchun, chunki normal vaqtda hamma odam o'xshash. Mustaq bir mehnatda, sinoqda andakin ayriladi. Ayirish uchun shanba kunlikda bularni eng qiziqtiradigan, bularni shu ishni qil deb shunga turtqiladigan ishlarni qilib, ya'ni shanba kunlikda biliqlar hammasi shunda oshkor keladi. Maylik ifodada shur'an ifodasi va xuddi yelkanlik kimiga o'xshash. Yelkanlik kiminingki, yelkini ko'zimizga ko'rinib lam keladi-ya, biliqlar shu qanotlarini, dumbuzdagi qanotlarini chiqarib, nayt oshkor keladi. Shanba kunlikdan boshqa vaqtda kamaydi. Agar bular Allohning buyrug'iga itoat qilib, shanba kunlikda har qancha kallasini chiqib tursin biliqlar tutmay, boshqa vaqtda tutgan bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo bularning bu xapliqini yaxshilik o'zgartirib berdi. Bular Allohning marhamatiga erishdi, lekin bular chidamadi. Allah subhanahu va taolo bularni sinagan, bular qana qilmadi, bulanmadi. Allohning qishidagi bu buliqdan yaxshi degan bo'lsa, Alloh yaxshisini beradi, lekin bular bulanmadi. Qana qildi? O'zicha o'zi fatvo topdi. Shanba kunlikni tutishdan chekladigu deb qarab, shu tutib o'ga ekamizsak hisob deb har xil sim to'lini yasab, masalan, har xil o'raklini yasab, qanday qilsa qilib bir xil biliq tutadigan holatlarning hammaning hozirligini shanba kunlikda qilib, shanba kunida biliqlar shu to'ning masalan, qopqonning ichiga hammasi kiradigan, bular qo'lga olmaydigan, ya'ni biliq tutmaydigan, o'zicha mana shay ilishiltib, andigan yashamidin tortib, shu qopqonga tushgan, to'g'ga tushgan biliqlarni oladigan, bu orqali biliqda muqruq qolmaydigan, xuddi Allohning buyrug'ini ijro qilgandek bir holatni o'rtaga chiqib maydon yasidi bo'ladi. Mana hili ishlatdi bular. Halbuki Alloh subhanahu va taoloninki hech kimni oldiyanmaydiganligini unutib qoldi bular. Ammo mushular qarindoshlar 3 turlikdi. Bir turliki mashtaashlarni qildi. Yana bir turliki bularni bu ishdan cheklaydi. Bularga vaznasiyat qildi. Shu oyatning oxirida 164-oyatda sura Arafninki va iz qalat ummatun minhum lima ta'izuna qawman Allohu muhlikuhum aw mu'azzibuhum azaban shadida degan oyatda buni bizga bayon qiladi. Bir kishilar bularga nasihat qilsa, unda qilmanglar, Allohdan qo'rqinglar, Alloh masni jazolaydi desa, bu bir jamoat-ku. Yana bir jamoat qana qilsa, nima ishing? Halok qilsa Alloh halok qiladi, jazosi Alloh azoblaydi bularni deb to'sqanlarga malomat qildi. Uch turlik jamoat. Birisi mashtaashlarni qiladigan, yana bir turliki bularga vaz nasiyat qiladigan, yana bir turliki vaz nasiyat qiladiganlarga malomat qiladigan yoki bularni vaz nasiyat qilishdan to'sadigan mana uch turlik jamoatdir. Bular deydiki vaz nasiyat qiladigan oyatning oxirisida qalu ma'ziratan ila robbikum. Bizning bunday qilishimiz Allohning oldidagi mas'uliyatimizni ado qilish. Bizning bir o'zrimiz bo'lish kerak. Biz atrofimizdagi yomonliklarni to'sishimiz kerak. To'sab qilmasa mayli. Bizning buyrug'imizni, bizning diginimizni qilmasa mayli. Qiyomat kuni esa bizni vazifamizni ado qilgan bo'lamiz yoki gapimizni anglab, balkim jinoyatdan saqlanib qolishi mumkin. Va la'allahum yattaqun. Ma shakl ifoda bildirdi.
Şundan bu ahvalda tabiiyki bu haddidan aşqanlıq üçün Allah'a hiylə işlətganlik üçün cəza alındı. Amma Allah'ını əsletken kişiler qutulup qalıdı. Muşunu 165. ayet. Kendi ayette. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ Ula unutdu. Taşladı yanında gapini. Öz nəsiyyətini qayırıb qoydu. Muşta buludu. فَاَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخْذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بِئْسَ مَا كَانُوا يَفْسُقُونَ Biz öz nəsiyyət qılğanlarını qutqazdıq. Amma az zulüm qılğanlarını iğir azab bilan qanaqlı cəza aldıq. Bularning yoldan çıxışı bək načar ahval. Məsələ şu qarindaşlar. Şəmliklikdə bolğan ahval bu. Allah subhanahu wa taala bunu əslitiş arqılıq Resulullah'ның dövründəki Yahudlarga təhdid salatıdı. Biz aşlarını qanday cəzalagan bolsaq, ularga qanday lənət qılgan bolsaq, sizlərni şunday qılmız. Sizlər muş cəzağa uçrashdan ilgili dərhal yollarını tepib alыңlar. Və kana ayətinin ən axırısı və kana əmrullahi məf'ula. Allah'ның buyruğu mutlaqan buludu, icra oludu. Və insana təhdid salsa, meyli yaxşı vəd olsun, yoki yaman vəd olsun, bir vəd versə, bunu imkaniyeti bolsa qıla alaydı, bolmasa qılanmaydı. Qılalışı mümkün, qılanmaslıqı mümkün. Bugün vədini birib qoyub, qılanmasam, ada qılanmayım, vapa qılanmayım. Təhdid səp qoyub, ədis ağrıb etib qalsam, o təhdid sağa işini qılanmayım. Amma Allah subhanahu wa ta'ala mutlaq qudret igisi, Allah subhanahu wa ta'ala qılğan hər qandaq vədə və hər qandaq təhdid mutlaqa icra buludu. Ayətdə və kana əmrullahi məf'ula. Allah'ın buyruğu icra buludu da tərcümə qıvatım hemen. Ayetinin Arapça ifadesindeki ifade buldu ifadesi var. Tabi bulmadı. Lakin buldu ifadesi kullanıldı. Kur'an'ın uslubu bu. Ata emrullahi fela testa'ciluhu deb Sure Nahl'ın 1. ayetinde Allah'ın buyruğu kilidu aldırmanlar deyilik. Tercümede şuna kılımız. Ama Arapçada keldi ifadesi kullanıldı. Nime için? Bu grammatikada bo'lmagan ishga kelgusi zaman ishlatamiz. Qip bo'ldi, etib bo'ldi degan tugab bo'lgan ishga ishlatildi. Lekin Allohning ba'zi oyatlardagi ifodasi, Allah ishlatgan ifoda qanday desanglar, bo'lmagan ishqimi bo'lgan shakl. Laqad aflahal mu'minun. Ata amrullahi fala tasta'jiluhu ma şekilde. Nima uchun desanglar? Bizning o'tgan zaman, kelgusi zaman, hozirgi zaman qilalishi mumkin, italishi mumkin, qilmasligi mumkin, itamaslik mumkin, hammasi bizga xos ahvol. Zaman cheklamasi, imkoniyat cheklamasi bizga xos ahvol. Allohga nisbatan zaman hukm yo'q. Allohga nisbatan imkoniyat masalasi mavjud emas. Allah bir ish buludu, deydi, buludu. Shu Allohning nazarida har ish o'xshash. Allah halqa vaqtda bol deydi, buludu. Xuddi bir masalani aydınlaştırış üçün bir misal alay. Valillahil masalul a'la. Allah har qanday təşbihdən xali, təşbihdən münezzeh. Mən məsələni təxmin aniq düşündürüş üçün. Məsələn deyimiz, birisi mənə fawqul adda əskilik qıldı. Mən onu bir nəsə qılət üçün aniqamdı, kuchim yetadiganligi aniqla. Deyim şu vaqtda məsələnin zadı çoxum bulduğanlığını ifadələş üçün tügeçdi o deyim. O mening burtumga dastlab saldi. Endi u tugashdi. Qaranglar ifodega. Endi u tugashmadi. Ammo bu yerda tugashdi ifodani men qanday vaqt qo'llanaman? Mening uningga qilmoqchi bo'lgan ishimga 100% ishonch bo'lgan vaqt ishlataman. Bizning normal turmush so'zlarimizda bu bor. Allah subhanahu wa ta'ala bayatın deganimdek zaman cheklamasi, makon cheklamasi, imkoniyat cheklamasidan xoli holatda bo'lgan bir zot, har qanday ishga mutlaq qudrat qilgan zotga nisbatan o'tgan zaman, kelgusi zaman hammasi o'xshash. Shunga Qur'oni Karimdagi kamigan, kelgusida bo'ladigan ishlarni kap bo'lgan shaklda, xuddi bo'lgan shaklda ifodalanadi. Bu shu ishninki mutlaqo yuz beradiganligini ifodalaydi. Ammo biz inson bo'lib sifatimiz bilan bir ishni qilamiz desak, nima deymiz? İnşallah'ni qatimiz. Bilisizlar Sura Kahfning 23-24 oyatida "Va la taqulanna li shay'in inni fa'ilun zalika gadan." Sen ma ishni ayt qilmayman dema, kislan dema, illa ayasha Allah. Allah xolisa deganni qo'sh deydi. Chunki biz qilmaymiz. Chunki biz zoti
qudrat bizda yo'q. Zatiy imkoniyat bizda yo'q. Bizning qudratimizni Alloh beradi, imkoniyatni Alloh beradi, kuchimizni Alloh beradi. Bas qilildi, bamisi qilolmaydi. Kesiplam qilaman deyish, balkim o'zimizni yolg'onchi qilib qo'yadi. İlla ayyasha Allah xolisi qilaman, xolimasa qilmayman deyish imkoniyatni Allohga qo'ydik. Bizning imkoniyatimiz yetmay qolsa, biz u yerda nima bo'lamiz? O'zurlik qilamiz degan gap. Ya'ni, demak, oyatni oxirlashtirgan vaqtda qarindoshlar Alloh subhanahu va taolo va kana amrullohi maf'ula shaklda ishning masalaning mutlaq ijro qilinadiganligini bizga alohida eskartish orqali oyatni oxirlashtirgan bo'ldi va biz vaqt munosabati bilan 47-oyatimizni mushada oxirlashtirishga majbur. Kela qatimliq darsimizda kurashganga qadar hammanglarni Allohga omonat qildim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.